Assalomu alaykum. Homiylar usta kela olyapsizlarmi? Bir chiroyli olib qolyapti-kan, hurmatlar. Tanjallar sog' bo'lsin. Mana biz xudo xolasa hammomni bitirdik hisobotda, aristollar qo'yamiz, boshqa narsalar qo'yib chiroyli qilib bitirdik. Orada boshqa ish qildik. Shuncha cho'zilib qoldi bu videomiz. Xo'p, mana nima qilib qildik. Dekor plastdan deydi. Dekor plastdan qilib chiqdik. Svetlar qo'ydik, dush-push, boshqa narsalar bo'ladi. Xudo xolasa svetlar bor. Xo'sh, mana tayin istashkalarini quydik. Chiroyli qilib. Shu bilan xudo xolasa shu uyimiz bityapti. O'zlari baho berib, qilaverasizlar. Mana ventilyatorlar ishlayapti. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, podpiska bosishni unutmanglar. Qiziqlagan mehnatimizni ozgina qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bunday qilib qorayib yotgan uyni bunday qilib rangini chiqaryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.